Shunaqa deng. Savil o'g'li ham kelyapti. Ha. Salom bersa alik olmaymiz. Salom beradi-yu, alik olmaymiz. Xudoyim. Assalomu alaykum opa. Va alaykum. Ha, onangdan qutulib mazza qilib yuribsanmi? Bu nima deganingiz opa? Shunda ayoli qadriga, onani qadriga yetmadinglar-a bola. Opa, Hech nima dema bizga. Xotining bilan ikkalang onangni boshini yedilaring. Sufasandagi o'g'ilga. Ha, hech nima bo'lmaganda yurishini qarang. Ha, Xudo insof bersin bunaqa kerilgan bolalarga. Ha, nimasini aytasiz? To'g'ri-da. Xudo saqlasin. Bizani bolalarimiz shularga o'xshamasin ilohim. Xudoni o'zi. Shundoq yaxshi ayol edi. opa yaxshimisiz? Yaxshi yuribsizmi? Yaxshi, rahmat. Qalay, bola katta bo'lyaptimi? Rahmat, yaxshi. Odam bu vaziyatda qanchalik yaxshi bo'lishi kerak bo'lsa, shunchalik yaxshiman. Ha, yaxshi. Men ham shu oyimiz o'tganlaridan keyin ancha qiynalib qoldik. Ha, nimasini aytasan, uka? Uyimda baraka, ishimda unum bo'lmay qoldi. Ha, opa. Shu onamizni davrlarida yurgan ekanmiz. Bilasanmi, uka, men nimani tushunib yetdim? Nimani, opa? Yaxshi ko'rish bilan yaxshi mehr berishni farqi bor ekan. Oyimizni ikkalamiz ham yaxshi ko'rardik. Faqat ikkalamiz ham yaxshi mehr bera olmadik. Ha, opa. Juda ham qiyin ekan. Hamma narsa o'zgarib ketdi. Ishimdan tortib oilamgacha. Keliningizni umuman muomalasi ham o'zgarib ketgan. Avvalgi hayotdan hech narsa yo'q. Ko'cha-ko'ylar, tanish-bilishlar, qo'shnilar, mahalla hammasiga meni aybdor qilib qo'yapti. To'g'ri, o'zimning ham aybim ko'p. Endi bo'lar ish bo'ldi, uka. Bunaqa sinovlar tushunib yetish uchun beriladi. Muhimi tushunib yetdik-ku, shularni. Lekin mana shuni tushunib yetish uchun onamizni yo'qotib qo'ydik. Endi mayli, o'tganlarni orqasidan gapirmaylik, ukam. Endi qo'limizdan keladigan duolar o'qib, oyimni ruhlarini shod qilaylik, ukam. To'g'ri. Bu yog'iga mehr-oqibatli bo'laylik, ukam, bir-birimiz bilan. Siz ham kelib turing tez-tez, bizni yolg'izlatib qo'ymang. Xo'p. Endi men ham yolg'iz qolib ketmay, sizdan boshqa hech kimim qolmadi. Kelaman, ukam, albatta kelaman. Xatolarimizni to'g'rilaylik. Ha, shundoq qo'shnimiz bor edi-ya. Gapirmang. Ro'shnolik ko'rmadi-ya, bechara. Nimasini aytasiz, Rohatoy? Shu o'g'li bilan kelini hech kun bermadi sho'rlikka. Bechora, eri o'lgandan keyin yolg'izlanib qoldi-da. Ancha qiynaldi sho'rlik. Juda yaxshi ayol edi. Ha, ish qilib o'g'liga insof bersin-da. Voy, o'g'lini ham qo'yavering, keliniga nima deysiz? Shu o'g'lini gijgijlaydigan, hamma yoqqa burab qo'yadigan mana shu kelini bo'ladi. Yo'q-e? To'g'rimi, Layloxon? Ha, to'g'ri aytasiz. Bir marta ovqat olib chiqqandim. Kelinining muomalasiga o'zim chidolmadim. Ha, shunaqami? Ha, mayli, o'tganni g'iybatini qilmaylik.
Rahmatli. Joylari jannatdan bo'lsin, Joylari qo'shnilar jannatda bo'lsin. mayli. Ay, o'zinglarda nima gap, qo'shnilar? Shu kecha o'g'limni ishi bo'yicha borib keluvdim. Yaxshi bo'ldi. Hozir. Assalomu alaykum. Ozodbek, keling. Keling, kevring. Keling, o'tiring. Hop. Kinoga tog'am qachon keladilar? Ha, hozir kelib qolsa kerak. Hop. Kinoga? Telefon qilmadingizmi tog'amga? Qachon keladilar? O'zicha Ozodbek. Sizga bitta gap aytaymi? Mayli, ayting. Siz tengi bolalar uyda o'tirib darsini qiladi. Har kuni har yoqqa daydimaydi. Buvim o'tganlardan beri kelganim yo'q-da kinoga. Shunga tog'amni sog'inib bir kelgandim. Ha. Tog'ay sog'insangiz, ishxonasi bor. Ha deb kelaverisham yaxshimas. Undan ko'ra darslaringizni qiling. O'qishga kirish niyatingiz yo'qmi? Yo'q, niyatim bor. Ha. Avval buvim tirik bo'lganlarda hech ham unaqa demasdingiz kinoga. Ha. Endi bu videolar Mayli bo'lmasa men tog'am bilan ko'chada ko'rishib qolarman. ha aytgancha Ozodbek, Ha? yana oyingizga gaplarim yetib o'tirmang. Yo'q, men bunaqa gap yetkazmayman kinoga. Yaxshi qilasiz. Hozir. Voy, kim bo'ldi bu? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz qizim? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Keling, Rohatoy. Qalaysiz? Yaxshi, rahmat. Qizim, bir maslahat bo'yicha keluvdik. Lambey. Shu qabristonga bormay qo'ydinglar. Bir ahvol bo'lib yotibdi dugonamizni qabri. Qabr boshiga tosh ham qo'yilmagan. Biza borib ko'rib keldik kecha xotira kuni. Juda xaroba bo'lib yotibdi. Uyalmaysizlarmi? Qabristonga kirsangiz bitta Xolidapani ismi yozilmagan. Opa, sizlarga qoptimi shu? Ha-da, biza Ha? qadrdon qo'shnimiz necha yillik. Siz kecha kelgan kelinsiz. O'sha yerga meni qaynonamni ko'rgani bormagan bo'lsangiz kerak. Voy. Voy, qo'shnichilik Xolidapani Xolidaxonni ko'rgani eslab bordik. bordik xotiralab. Hali ulgurmadik. Vaqtimiz bo'lganda qo'yib qo'yamiz. Qachon ulgurasizlar? Qachon? Shuni olamga oshkor qilish shartmi? Butun mahallaga ham aytgandirsiz. Voy. Kerak bo'lsa butun mahallaga, butun domga yetib chiqamiz. Biz unaqa g'iybatchilardan emasmiz. Gapni tushunasiz deb keldik, singlim. Agar o'zingiz qila olmasangiz, eringizga aytib qo'ying. Hali ham qilmoqchi emasman. Voy sharmanda. Voy. Tavba qildim. Unda Ozodjonga aytib qo'ying. Ko'rsak o'zimiz ham tayinlab aytamiz. Voy xudo. Opa, siz aralashmay qo'yavering. Aralashaman. Qadrdonim edi mani. Shundoq ayolni bilmadingiz. Hey, yuring, bunga gap uqtirib bo'ladimi? Yuring. Ketdik. Yuring, ketdiga. Chiqing. Sadqai kelin keta.
Nima, boshqa ishi yo'qmi biz uydan? Ha, nima qovog'ingdan qor yog'ilyapti? Charchab ketdim oyijon. Ha, uyingda bir ish yo'q, nimaga charchab ketasan? Qanaqasiga ish yo'q oyijon? Ertalab saharlabdan turib, uni qilib ber, buni qilib ber deb jonimga tegib ketdilar. Men xohlamaganman bunaqa hayot yashashni. Oyijon, ajrashaman demoqchiman. Sani esing joyidami o'zi qizim? Ajrashaman degani bu oddiy gap emas qizim. San oxirini o'ylagin. Bitta bolang bor. Oyijonim o'lgandan keyin o'zgarib qolganlar. Oyijon o'ldilar. Endi men yaxshi yashayman desam, hamma xarakterlarni o'g'illariga tashab ketibdilar. Biram mijg'ov bo'lib qolganlar. Avval qaynonangni yomon deb kun bermasding. Endi eringni boshiga yetmoqchimisan qizim? Hech qanaqa ajrash yo'q qizim. Yashaysan. Oyijon, ko'rasizda, men baribir ajrashaman. Men turmushga xizmatkor bo'laman deb chiqmagandim. Eringni xizmatini qilsang savob olasan-ku, ahmoq qiz. Oyi, siz nega o'zgarib qolgansiz? Avval unaqa emas edingiz-ku? Tasavvur qilgin, meni kelinim shu ishni qilsasan ko'tararmiding? Voy. Jinnimisiz? Sizga kim unaqa qilar ekan? O'ylab gapiring. Hammani o'zingni o'rningga qo'yib ko'rgin. Men boshqa, odamlar boshqa, oyi. Sen ajrashsang odamlar nima deydi? Odamlarning gapi bilan meni nima ishim bor, oyijon? Sen bilan gaplashgan odamni asabi buzilib ketyapti-ku, qizim. Oyijon, sizga ham yo'qmayapman menda. Qo'y qizim, men bir yaxshi o'tiramanmi deb kelgandim. Nuqulni olaysan. Xo'p, nima qildingiz? Nima qilay endi, oyijon? Bilganingni qil. Baribir meni gapimga kirmaysan-ku. Bo'pti. Men ketdim. Asablarim buzilib ketyapti. Ajrashaman deb oddiy gapiryapsan, qizim. Buni oddiy odam qabul qilmaydi. Qaysi tiling bilan shunaqa deding, qizim? Men senga shunaqa tarbiya berganmidim, qizim. Uyalaman seni ishlaringdan. Oyijon, men hali hech narsa qilganim yo'q-ku. Bu hayotda hamma o'zi xohlaganda yashash kerak. Bo'pti. Unda o'zing xohlaganda yashagin, meni esingdan chiqargin. Qani, amin. Insof bersin senga. Boshqa gapim yo'q. Amin. Yo'q, oyijon. Oyijon, o'tirsangiz-chi? Uf. Ha, nima gap? Gapim bor sizga. Gapiravergan, biz video ko'ryapmiz. Xullas, meni yangi idish-tovoqlarim, chinnilarim kunda sinibotdi. Xo'p, nima qilishim kerak men endi? Xo'p, olib beraman yana. Oyingiz har kuni bitta idish-tovoq sindiradilar. Qo'llari qaltiraydigan bo'lib qolganlar. Ana eski idish-tovoqlar tiqilib yotdi-ku, shularga bergan. Ana u tashavoramiz degan idishlar bor-ku, shularga bergan. Ha, to'g'ri. Men shuni o'ylamabman. Ha, o'shalarga berib yuborgin bo'ladi. Bo'ldi, bugundan shunaqa qilaman. Oddiy narsalarni ham mendan so'raysan. Qo'shnilarga ana qiynalganlarga beramiz deb bitta katta korobkaga yig'ib qo'yding-ku. O'shani berib yuborgin bo'ldi. Xo'p, bo'pti. Dada. Qizim,
Kel. Xo'sh, nima deysan qizim, gapiraver. Oyim tashlab yuboraman degan eski tishlarni men yig'ib qo'ydim. Nima qilasan ularni? Qarasangiz sizga ovqat beraman. Bu gap qayerdan olding? Siz ham buvim qariganda, siz ham eski tishda ovqat bergansiz-ku. Dada, buvim qachon keladilar? Hech qachon kelmaydilar qizim. Dada, buvim kelsa yangi tishda ovqat beramizmi? Beramiz qizim. Lekin buving kelmaydi-da. Buvim bizdan xafami? Juda ham qattiq xafa. Shikolat ye qizim. Dada, siz yemaysizmi? Voy, erimni nima qilasiz, oyijon? Gapim bor mani, gapim bor. Mani har holda kuyovim bo'ladi, begona emas. Xo'p, nima gapingiz bor, oyijon? Menga ham ayting. Senga aytadigan gap emas, baribir sen tushunmaysan qizim. Xo'p, oyijon, bilsam bo'ladi-ku. Xo'p, mayli aytaman. Kecha mehmonga borganingda men nabiramdan gaplarni so'ragan edim. Xo'p, nima dedi? Kumushga yomon ta'sir qilyapsizlar. Nima dedi Kumush sizga, oyijon? Dadamni oyim har kuni urishib tashlayaptilar dedi. Oy. Hali u gapni yetaklaydigan bo'ptimi? Yo'q, sen uni tarbiyasiga noto'g'ri ta'sir qilyapsan, u bola qizim. Bola bo'lsa ham gap yetaklashga nima bor unga? Qizim, qizing sendan aqlli. U hamma narsani farqiga boradi. Xo'p, shunda hozir men yomonmanmi? Men senga yaxshi yomonsan demadim. Kuyovim bilan gaplashmoqchiman dedim. Ha, hozir 1-2 soatlarda ishdan kelib qolsa kerak. Ovqat qildingmi eringni kelishiga? Yo'q. Ovqat qilganim yo'q. Kuni bo'yi uyda nima qilding? Salonga bordim. Tirnog'imni qildirdim. Qo'shimmi? Ha, bir kosa ovqat qilishga yaramading-a? Oyi, bu dunyoda odam o'zini ham o'ylash kerak-ku. Faqat ro'zg'or ishi emas-u. Qizim, bilsang ayol kishi erini rozi qilish kerak, qizim. Ha, uy ishlarini qilsam erim rozi bo'ladimi? Bo'ldi, eringga telefon qil, gapni yig'ishtirgin. Qanchada kelarkin? Hozir menga telefon qilib bergin. Xo'p, hozir. Hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, kiring. Yaxshimisiz? Yaxshi, xolajon. Tanijoningiz sog'mi? Xafa bo'lmay o'tiribsizlar. O'zi yaxshimisiz, xolajon? Rahmat, Xudoga shukr. Men shu bitta ish bilan keluvdim, kelin. Keling, ichkariga Ha, kiramiz. qo'ying. Yo'q, shoshib turibman men.
Voy, oyijoningizdan borlarida ozgina qarz olib turuvdim, kerak bo'lib qolib. Bolamni ishi yurishmay qoluvdi, shunga olib turgandim. Bolam, faqat endi oyiz yo'qlar. Shuni berib qo'yay, bo'ynimdagi qarzdan qutulay deb keldim. Ay, Tiriklarida bera olmadim. Qachon topsangiz berasiz duvdilar. Mana endi olib keldim bolam. Shu qarzimni berib qo'ying deb mana endi o'zlariga ishlatarsizlar. Oling. Bo'pti, rahmat. Juda ham yaxshi inson edilar oyijoningiz. o'tiring, choy ichib ketardik. Rahmat. Bolam bir kalima Qur'on o'qib o'tiring. Hop, oyiz juda yaxshi inson edilar. Mayli, men boray. Rahmat kattakon. Mayli. Xo'p. Rahmat. Xo'p, Yaxshi yaxshi bo'ling. qoling. Xo'p. Nimalar qilib qo'ydim? Hammaga yaxshilik qilib yurgan odamni. Mani gunohlarim ko'payib ketdi menda. Vaqtni orqaga qaytarish imkoni bo'lsa edi. Endi kech. Keladigan vaqtlari bo'lib qoldi. Kelib qolsa kerak hozir. Tezroq kelsa yaxshi bo'lardi. Voy, keldilar shekilli. Hozir oyijon. Ya, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Keldingizmi? Rahmat. Hop, kuyov charchamayapsizmi o'zingiz? Yaxshi, rahmat. Yaxshi yuribsizlarmi? Yaxshi kelib oldingizmi? Borsan chiqib turgin. Voy, nimaga? O'tirsam nima qilibdi? Choy damlab kelgin sen. Kuyov keldi-yu, onang keldi. Onangman axir. Bir piyola choy damlab kelgin. Xo'p, hozir. Kuyov, men siz bilan gaplashib olmoqchiman. Nima gap, tinchlikmi? Kumushdan anchagina gaplarni eshitib oldim, kuyov. Hamma ayb menda ekan, kuyov. Nimaga unaqa deyapsiz? Qizim yangi kelin bo'lib tushgan vaqtlarida hamma ishlarni ham qilurmagin, qul bo'lib qolasan degandim. Keyin bora bu umuman aytganini qilmay qo'ydi, kuyovjon. Endi kechda, boshida men ham boshda rosa erkalatib yuborganman. Kumush uydagi gaplarni shunaqa ko'chaga chiqaradigan bo'lib ketganmi hali? Kumush katta bo'lib qolgan. Hamma narsani farqiga boradi. U zehnli qiz. Shunaqa. Ochig'i, o'zim ham uydagi bo'layotgan muammolardan qiynalib ketdim. Avvallari bilinmasdi, yosh bo'lganmanmi? Yoki oyim o'tganlardan keyin meni ko'zim ochildimi? Tushuna olmay qoldim. Yo'q, kuyov, bu yerda ayb meni qizimda. Iloji bo'lsa meni kechiring. Bu ketishda menimcha biz uzoq yasholmaymizmi deb qo'rqaman. Yo'q, kuyov, unaqa demang, shaytonga xayf bering. Yo, nima qildingiz? Avvallari oyimdan nolirdi. Men ahmoq
qizingiz gapiga kirib, kecha-yu kunduz oyimga bee'tibor bo'lib, qattiq gapirib dillarni og'ritganman, bilasizmi? Mahallada ham bosh ko'tarib yurolmay qoldim. Hamma meni yomon o'g'il deb o'ylayapti, bir onasini qotiliga qaragandek qarashyapti. Buni ko'tarish juda qiyin ekan. Oldingizda uyatdaman kuyov. Mayli, bular ish bo'ldi. Bu yog'i nima bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Mayli, sizda ham ayb yo'q. Xafa bo'lmang, hammasi joyda. Ha, bir gap bo'lar. Hozir. Qalaysiz, yaxshimisiz? Rahmat, o'zingiz yaxshimi? Rahmat. Zerikib qolmayapsizmi? Yo'q, yaxshi. Keling. O'tiring, keling. Yaxshi o'tiribsizlarmi? Oyjondan keyin siqilib qolmadinglarmi? Bo'ladi, lekin ko'p xato qilgan ekanman. Endi ko'zim ochilyapti. Avvalgi vaqt orqaga qaytsa edi agar. Buncha ish bo'lib ketmasdi. Hamma ishni o'zim qilardim. Endi siz ham bilib qilganingiz yo'q-ku. Xatoingizni tushungan bo'lsangiz, yaxshi. Yo'q, lekin baribir vijdonim qiynanyapti-da. Siz ham rosa ko'nglingizga tekkanman. Ayyo, men ularni unutib yuborganman hammasini. Baribir hamda Sizdan bitta narsani so'ragan keldim. so'rang, bemalol. Faqat noto'g'ri tushunmang, iltimos. Yo'q. Tinchlikmi? Oyjonim o'tganlardan keyin ulardan esdalik hech narsa qolmagan menga. Shunga kiyimlardan bor bo'lsa bersangiz, eslab yurardim. Yo'q. Xo'p, shumi? Olib chiqib beraman hozir sizga. O'zi tayyor qilib qo'ygandim. Sumka paketlarga solib. Tushunganingiz uchun rahmat. Mana. Rahmat olsun tushunganingiz uchun. Aytgancha bitta yangilikman bor. Yurakka sig'maydi-ku hozirgi paytda, lekin aytkim keldi, siz bilan bo'lishkim keldi. Ayting. Xullas, xo'jayinim bilet topdilar. Yo'lga chiqibdilar. Shu kunlarda kelib qoladilar. Voy, buncha yaxshi. Siz uchun xursand bo'ldim. Rahmat Ovsinjon. Yaxshi xabar ham eshitamiz ekan-u. Ha, shu. Meni kechiring, Ovsinjon. Hali hammasi yaxshi bo'ladi. Ko'rasiz. Men ishonaman hammasi yaxshi bo'lishiga. Shunga xo'jayinim kelishlariga tayyorgarlik ko'ring. Men ham sizga yordamga o'taman. Xo'p, Ovsinjon. Rahmat sizga. Yuring, sizni kuzatib qo'yaman. Xo'p. Ostaka. Necha kundan beri gaplashmayapmiz. Shu to'rtta devorga bekinib oldingiz. Sizga shu yoqyaptimi? Bolalardan ham uzoqlashib ketdingiz.
O'tirib gaplashmaganimizga ancha bo'ldi. Bunaqada o'zingiz oldirib qo'yasiz. Ostaka. Nimadir desangizchi? O'zimni bir onasini o'ldirib qo'ygandek his qilyapman. Nimaga unaqa his qilasiz? Siz aybdormisiz u? Sizni deb bo'lgani yo'q. Bunaqa o'ylayversangiz kasal bo'lib qolasiz. Bo'ldi, meni tinch qo'y. Men o'zimga kelib olay, hech bo'lmasa. O'zimga kelib olay deb necha kundan beri chiqmayapsiz. Men bilan ham bolalaringiz bilan ham gaplashmayapsiz. Bo'ldi. Meni tinch qo'ygan, agar iloji bo'lsa. Endi boshqa uyga bormayman-ku. Men endi hammasini tushunib yetdim. Xatolarimni to'g'rilayman. Meni kechiring. Endi kech. Men ham insonman, xato qilishim mumkin-ku. Endi bunchalik bo'lmaydi-da. Xo'p, adashdim. Mayli, o'zingiz o'ylamasangiz ham bolalarimizni o'ylang. Bir marta imkoniyat bering. Xullas, mana bu telefonni akam onam uchun jo'natib yuborgandilar. Qimmat telefon ekan, o'zim ishlataman deb. Shu yerda ham o'zim o'ylab olib qo'ydim. Shuni opamlarga berib qo'y. Qaytmoqchi. Akangiz kelayotgan ekanlar. Nima? Yaqinda ovsinam aytdilar. Uyga kelgandilar. Akam meni bir umr kechirmasalar kerak. Nimaga unaqa deysiz? Oilada bo'lib turadi. O'zingiz aytardingiz-ku, ahil bo'lish kerak deb. Akangiz musofirchilikdan kelyaptilar. Birga o'tamizmi? Bahonada kechirim so'rab olardingiz. Akam janozaga ham kela olmaganlar. Bo'ldi, xo'p. Mana shuni opamga yetkazgan, oyim uchun olingan telefon. Har qaraganimda ko'nglim g'ash bo'lyapti. Ozgina o'zimga kelib olay. Opamga bergin. Onamdan qolgan yodgorlik. Shuni opamga yetkazgin, xo'p? Aytganimni qilgin. Bo'ldi, keyinroq gaplashaylik, xo'p? Xo'p, yetkazaman. Faqat unaqa qilmang, o'ziga kelib oling. Akangiz kelsalar boramiz-a? Boramiz. Rahmat. Faqat meni bezovta qilmay tur ozgina. Ha, xo'p. Hech bo'lmasa akam kelibdilar, yonimda ozroq turadilar. Lekin onam uchun akam mendan xafa bo'lib yurgan bo'lsalar, bu yog'iga nima qilaman endi? Menga qara. Narsalaringni yig'ishtirginda. Uyingga ketaver, xo'p? Nima deganingiz bu? Bu deganimki, mana shu onamni o'limida uyimizda bo'layotgan hamma muammolarda boshida sen turgan ekansan. Men buni o'sha payt tushunmagandim. Shuning uchun Men ham yaxshi davolamaganimga, yaxshi qarolmaganimga afsuslanyapman. Lekin hozir afsus qilganimizda foydasi yo'q-ku. Foydasi yo'q. Lekin
onamni ham ortga qaytara olmayman. Tushun. Hozir agar jahl qilsam seni juda ham yomon xafa qilib qo'yishim mumkin. Chunki qo'shnlarimizdan tortib opamgacha, qarindoshligacha hammasi seni aybdor deyishyapti. Shuning uchun o'zingni hurmatingni bilginda narsalaringni yig'ishtirib ketgin. Tushundingmi? Unday demang, qanaqa qilib ketaman? Nima deb boraman? Xo'p, meni ham ayblarim bor, bilaman. Kechira qoling endi. Lekin agar ajrashib ketsak, o'rtada bolamiz bor. Men ham pushaymon yeyapman. Ayblarimni bilaman. Meni kechiring. Chin dildan pushaymonman. Vijdoning qiynalmayaptimi? Vijdonim qiynalyapti, siz ham qiynamang. Men sizsiz qanaqa qilib yashayman? O'zim ahmoqlik qildim. O'sha payt seni ketkizib yuborishim kerak edi. Hech kimning gapiga quloq solmay. O'zimni onamni o'zim o'ldirib yuborgandek his qilyapman o'zimni. Nima deganingiz bu? Sen bilan yashaganingga pushaymonman deyapsizmi? Shunaqa. Ha. Hech qayerga ketmayman. Kechiring, bilaman, ayb ish qildim. Aybimni tan olaman. Endi aytganlaringizni qilaman. Hech qachon gapingizni umuman ikki qilmayman. So'zingizdan chiqmayman. Mayli. Mana shu qo'ni-qo'shnilar, qarindosh-urug'lar, opam shular bilan gaplashgin. Agar ular seni kechirsa, senda imkoniyat bo'ladi. Bo'lmasa hech qachon, hech qanaqa senda imkoniyat bo'lmaydi. Men ular bilan yashaymayman-ku, siz bilan yashayman-ku. Xo'p, men ularni hammasidan kechirim so'rayman. Siz xavotir olmang. Alo. Labay qizim. Yana nima bo'ldi qizim? Shu muammolaring tugaydimi, yo'qmi? Har kun nolib telefon qilganing qilgan. Qaynanam unaqa, qaynanam bunaqa deding. Mana bechora o'ldi-ku. Endi yana nima kerak senga qizim? Eringni unaqa dema. Ering yaxshi. Endi oilada bo'ladi qizim. Yaxshi kun, yomon kun bo'ladi, ko'nikib yashash kerak qizim. Yig'ishtir bunaqa gaplaringni. Shart emas biznikiga kelganing. Qizingni olginu uyda o'tir. Mani uyimga bunaqa muammolar bilan kelma. Yaxshi kayfiyatda oilaviy kelinglar. Bunaqa urishib har kun nolib telefon qilaversang, ering butun bir umrga haydab yuboradi. Gap seni sig'ishtirmaslikda emas. Sen o'zing tushunmayapsan. Odamni har kuni ham yaxshi bo'lmaydi. Sal chidash kerak, sabr qilish kerak. O'tib ketadi hali. Sen hali boshqa ayollardek qiyin sharoitda yashayotganing yo'q.
ering yaxshi bo'lsa, uy-joying bo'lsa, shiringina qizing bo'lsa, buncha noliganingni oligan. Bo'ldi, men hozir telefonni o'chiraman. Telefon qilma bunaqa muammolaring bilan. Tinchgina yashagin. Bo'pti, qizingga qara. Eringni ko'nglini ol. Keyin yarashganinglarda birga kelasizlar. Bu qizga hech gapni uqtirib bo'lmaydi-da. Menga qara. Meni jahlimni chiqarib bermagin. Bo'ldi, men shu qarorga keldim. Biz birga yashamaymiz. Ketasan dedimmi, ketasan. Yetar, bo'ldi qiling. Gaplashmaylik unaqa qilib. Aybimdan pushaymonman. Bu mavzuni ha deb ochishdan nima foyda? Ikkimizga zarar, bolaga zarar, boshqa hech kimga zarar emas endi. Menga qaragin. Men yashamayman sen bilan. Jonimga tegdi hamma biladi. Mana shu onam seni deb o'lib ketdi. Bitta men aybdor emasman, siz ham aybdorsiz. Menga qara. Ikkimiz ham be'tiborlik qildik. Uni ustiga men siz bilan yashash uchun oila qurganman. Oyiz bilan emas. Ming'illama. Qo'limdan kelgancha harakat qildim. Boshqa yana nima qilishim kerak, ayting? Menga qara. Faqat meni ayblisiz. Bolaga qaraymanmi, oyizga qaraymanmi, sizga qaraymanmi? Shuncha kelila eplab yuribdi-yu. Nega sen eplolmaysan? Birorta odamni xotinini yo biror bir odamni kelinini shu qaynanasi shunchalik bir yomon ko'rgan, qiynaganni mahallada hech kimdan eshitganim yo'q, faqat seni gapirishadi hamma. Mahallada qanaqa bosh ko'tarib yuraman, ko'chib ketaymi endi seni deb. Oyjonga o'xshab hech kim ko'chada dardini doston qilib yurmaydi. Menga qara. Mahallaga olib chiqmaydi uydagi gapni. O'tib ketgan odamni orqasidan gapirmagan. Ozgina uyalsang bo'lardi. Nima? To'g'risida. Hozir qaysi kelin qaynonasiga qaraydi? O'zing Mahallada yurishdi. qaysi kelin qaynonasi bilan yashayapti? O'zimni zo'rg'a bosib turibman, bu narsa qilib qo'yaman. Oyjon menga rahmat desin. Sizni alohida olib chiqib ketmaganim uchun. Yetar, meni tilimni qichitmang siz ham. Meni gapirtirmang. Bizadan hamma xafa. Meni ham ko'chada ko'rishsa, ko'rganlar, qo'ni-qo'shnilar onangni o'ldirib qutuldingmi deb gapirishyapti. Ularga nima deb javob berishni bilmayapman. Shuning uchun ham senga rosa jahl qildim. Aslida ayb o'zimda. Endi u yog'iga mana shu qilgan xatolarimizdan to'g'ri xulosa chiqarib, hammasini joyiga qo'ysak bo'ladi. Faqat bu yog'iga ehtiyot bo'lish kerak. Seni qarindosh urug'larimiz, mahalla, qo'ni-qo'shnilar, tanish bilishlar hammasi kechirgani bilan ularning hech qaysisi o'sha paytda qilgan zulmlaringni, vaqtida qilgan xatolaringni unutishmaydi. Kechirgani bilan unutmaydi. Endi harakat qilginki, meni hamma yaqinlarimni ko'nglini topishga, ularni fikrini o'zgartirishga, onamdan keyin o'zgarganingga hech bo'lmaganda ishontirishga harakat qilgan. Agar qo'lingdan kelsa o'zgar. O'zgara olmayman desang, o'zgarganingga ishontirishga harakat qil. Xo'p.
Siz menga ishoning. Siz aytgan hammasini ko'nglini olaman. Siz aytgandek o'zgarishga harakat qilaman. Hayot shunaqa ekan. Pushaymon yeganing bilan, afsuslanganing bilan hech narsa o'zgarib qolmaydi. Eng muhimi xatolarni to'g'rilash. Eng muhimi xatolardan to'g'ri xulosa chiqarishdir. Qolgan hammasi o'tkinchi narsalar. Vaqtni orqaga qaytarib bo'lmaydi. Men senga ishonaman. Eng muhimi farzandlarimizni xotirasida, yaqinlarimizni xotirasida qaynonasini qiynab o'ldirgan, onasiga azob berib, hayotini zulmatga aylantirgan bir farzandlar sifatida qolmasak bo'ldi. Qolgan hammasi o'tib ketaveradi. Xo'p, hammasini aytganingizdek qilaman. Siz ko'nglingizni xotirjam qiling. Siz yonimda bo'ling. Yonimda tursangiz bo'ldi. Men yoningdaman. Senga ishonaman. Nima gap, opa? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Yaxshi. Akam bilan gaplashdim. Hali ham bizdan xafalami akam? Yo'q, tushuntirdilar. Xafamas ekanlar, yaxshi ekanlar. Vaziyatni tushuntirdilar. Endi bu yog'iga bir-biringlarni tushunib yaxshi yashab ketinglar. O'rtada bola bor. Ularni o'ylash kerak. Sizlarni deb farzandinglar aziyat chekmaydi-ku. Xo'p, opa. To'g'ri, hamma ham yoshlik qilib qo'yadi. Hammamizda ham ayb bor. Endi o'zinglarni aybinglarni tushunib xulosa chiqargan bo'lsanglar yaxshi. Opa, men hammasini tushundim. Biz juda ko'p onam uchun qiynaldik. Yetarlicha asabbuzarliklar bo'ldi. Bir necha marotaba ajrashishgacha bordik. Lekin hammasini tushundik. Pushaymonmiz. Qarindoshlarimizga, boshqa yaqinlarga hammasiga tushuntirdik. Biz o'zimizga kerakli xulosani chiqardik. Endi gapni ko'paytirgan bilan, kimdirning orasini buzgani bilan, orada fitna ko'paygani bilan hech narsa o'zgarmaydi. Kimni qanaqaligini, haqiqiy yuzini vaqti o'zi ko'rsatar ekan. Shuning uchun sizga ham rahmat. Tushunganingiz uchun. Keliningiz xatosini tushungan. Bundan buyog'iga bu ham harakat qilyapti. Mayli, bir-biringlarni tushungan bo'lsanglar bo'ldi. Hammada ham xato bo'ladi. O'zimda ham ayb bo'ldi. Onam kasalliklarini bilib balki olib ketishim kerakmidi. O'sha vaqt o'zim ham vaziyatimni to'g'rilay olmadim. Opajon, men ham aybimni bilaman. Sizdan ham, opajon, sizdan ham kechirim so'rayman. Qilgan ayb ishlarimdan pushaymonman. Mayli. Beayb Parvardigor. Hammamizda ham ayb bo'ldi. Aytishadi-ku, yo yaxshi bo'ladi, yo yaxshilikka bo'ladi deb. Xudo xohlasa vaqt kelib o'tib ketar hammasi. Ha, albatta.